Assalomu alaykum hammaga. Bugundan boshlab biz YouTube uchun har kuni shunaqa video chiqaramiz. Mana ko'rib turgan kanal bu meni o'zim kanalim. Bu kanalda aynan novostroykalar bo'yicha Parkinskiy va Maxtumquli ko'chadagi hamma kvartiralarni topishinglar mumkin. Qiziqadiganlar uchun YouTube silkasiga o'tsanglar agar, mana shu kanalni silkalari ham qo'yilgan. Bemalol ularni olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi hozir ko'radigan bo'lsak, bu kanalda nimalar bor? Birinchidan, mana bu kanalda Yashnobod novostroykasidan bitta uy bor. Eng yaxshi variantlardan bu yoqda tashab turamiz har kuni 6-7 tadan variantlar chiqadi. Ko'rib turibsizlar, juda ham ko'p. Xohlagan xonanglar, misol uchun kimgadir 2 xona kerak, kimgadir 1 xona, kimgadir 3 xonali uylar kerak, kimgadir pastki etajlardan yoki tepa etajlardan kerak bo'ladi. Hammasi bor shu yoqda. Ham ko'rib turgan uylar 2 xonali 7 etajli Assalom Maxtumquli deganda. Xo'p, kiramiz. Uyning ko'rinishi mana shunaqa mana. Chiroyli remontlari qilib qo'yilgan. Konturli katyollari bilan, yevro remontlari bilan bor. Bu g'ishli uy bo'ladi. Mana shu g'ishli uyimizning narxi hozirda 86.500 ga beramiz. Bu bitta variant. Yana bitta variantimiz bor. Srochniy sotuvga qo'yilgan. Mana bu Yakkasaroyda bu faqat. Yakkasaroyda 121 kvadrat metr, 4 xonali, 11-12 etajli domni 11-etajda. JK Qushbegida bu. Mali Kalsavoy deydi, shu joyda narxi 130 ming. O'zi 140 ming edi, 10 mingga tushirishdi. Hozirda yana ustida borib gaplashsa bo'ladi. Endi ko'ramiz. Remontlari yaxshi qo'yilgan. Kirib yashash kerak bo'ldi. Bu faqat srochniga sotiladi. Срочника. Ладно, я беру. Srochniga sotiladi. Mana bu narxi ham, puli ham $1000 hozir menimcha Chilonzorda ham. Korobkalar narxi o'zi $1150. Bu ham tez sotiladiganlardan. Endi sizlarga mana bu kvartira ham bor, 65 kvadrat metr. Narxi 90 ming, 2-12. 2 xonali, 12 etajli domni, 3-etajda. Mana shunaqa holatda bu. Ты спроси сперва. Не продал он еще? Да. Все. Mana shu. Где ты? Я не могу тебе. Алекс. Yana bitta uyimiz bor. Juda ham katta, 117 kvadrat metr. Mana bu ham bor, mana 110 kvadrat metr, 4 xonali, 9 etajli domni, 8-etajda. Bu yevro remontlari bilan qilib qo'yilgan, hamma narsasi bor. Oshxona bilan katta zal bitta. Он 75 на руки хочет. Если что. Если что. Если он не продал уже, потому что там хороший район. Shunaqa kvartiralar olmoqchi bo'lsa, buni narxi 145 ming. G'ishli uy, 110 kvadrat metr. Mana shunaqa. Mana bu yoqda YouTube kanaliga kirib ketsanglar ham bo'ladi. O'ziga qidirmoqchi bo'lsanglar agar. Mana bu kvartiramiz hozir ham arzon narxda qo'yilgan. 90 kvadrat metr. 4-3-8 4 xonali, 8 etajli domni, 3-etajda 125 mingga beramiz. Bu faqat srochniroqga, bular tez sotiladi. Kutib turishmaydi bularni. Mana shu dom. Yevro remont, mebel texnika, hamma narsalari bor. Biz korobka uylar ham sotamiz. Mana bu korobka uy, bu Oqsaroy JK, Oqsaroy, Parkinskiyda 1-liniyada joylashgan. Shunaqa korobka narxi qo'yiladi. Kadastrlari bor. Xohlagan odam sotib olishi mumkin.
narxi 127.089 kvadrat, 327 3 xonali, 7 qavatli domda, ikkinchi etajida. Etaji ham xadavoy. Qachondir sotmoqchi bo'lgan odam uchun ham bemalol sotishga oson. Bunaqa Italiya sifat qilishgan ko'chalarini. Xo'p, bu testli rejimdagi birinchi videomiz edi. Mana ko'rsatilgan uyimiz oxirgi uy. Bu yoqda uylar ko'p. Bu 96 kvadrat metr, 4 xonali, 8 qavatli domni, ikkinchi etajda. Bu birinchi liniyada Parkinskiy most, oldingi Topovich most deyiladi. O'shanga yetmasdan turib chap qo'ldagi domda bu. Ikkita sanuzellari bor. Euro remont mebel texnikalari bilan birga sotiladi. Shunaqa ko'rinishda. Ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsalari bor. Mana shu uy. Kim agar kvartira olib Toshkent shahardan qiziqadigan bo'lsa, mana shu kanalga kirsanglar agar. Bu yoqda bor. Mana shu kanalda hamma ma'lumot bor.